Onajonlar, uzukka borganingizda bolajoninglarni qaysi srokda, qanaqa ko'rinishini bilasizlarmi? Demay boshladi. 3-4 haftalikda faqat plotniy homila tuxumi ko'rinadi, ya'ni qora dumaloq. 5-6 haftalikda ana o'sha qora dumaloqning ichida uzukcha sariqlik qopchasi va uni ko'zchasi, ya'ni embrionchamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Brilliant ko'zli uzukni ana shunday aytishadi, lekin hali yurak urishlari bo'lmaydi. 6-7 haftalikda embrionchamizni, bolajonimizni yurak urishlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi, lekin hali eshitish mumkin emas. 11-12 haftalikda bo'lsa, bu birinchi skrining vaqti bo'lib, bolajonimizni hamma yoqlarini ko'rsak bo'ladi. Boshchalari, qorinchalari, yuraklari, qo'l-oyoqlari, harakatlari, ko'zlari, burunchalari va eng qizig'i jinsini bilvosita belgilarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu chiroyli bolajonimizni rasmlarini olish uchun ideal vaqt hisoblanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Onajonlar, yana sizlarni nimalar qiziqtiradi? Fikr mulohazalaringizni qolaman.